4. qism. Bir kuni uning mendan shu mahsulotlarni ep ketganiga 2 haftadan oshganligi, tugagan bo'lish ehtimolligi esimga kelib, mahsulotga kelmaganligining sababini so'ramoqchi bo'lib, undidorda gap qildim. Afsuski, u meni undidoridan juyvatgan edi. Nemishdi bu? Texi 3 kun burun bir optalla paranglashgan. İçivatqan tөгісті parashugining oz qolganligini, 1-2 kun ichida kelib, mendan elib oldiganligini aytgan edi. Sababsizla juyvatgani hayron qolarliq ish-ku. Juyvatgan odam bir ig'iz tushuncha berib qo'yib, ondan yo'liga mangmamdi. Yoki bo'lmasa, ayoli ko'sa, gumon qilib so'qishqidek hech qanday gap so'zlarmi bo'linmadi-ku aramizda. Xilma-xil farazlarni qilib baqdi. Balkim bir sababi bordi. Keyincha izdab qolar deb o'yladim-yu, yanala xotirjam bo'lolmadim. Diabet kesligiga qarta ichivatgan chaga talqinining unumi andala ko'rilyotdi. Qon qat'iy xilala tövallab, kasallik ahvoli bir qadar turaqlashgan edi. Bundaq yerim yo'lda to'xtab qolsa, burunqi tirishchanliklari yo'q bo'lgandan sirt kasalning adab ketishi, agashma kasalliklarning ko'rilishi muqarrar edi. Bir sog'lomlik mahsuloti sotquchi bo'lish sifatim bilan xaridorlarimning salomatlik ahvolidan har vaqt xabardor bo'lib turishim, ularni izchil o'smay iste'mol qilishga undashim zarur edi. Bu ham mening bosh tortib bo'lmas mas'uliyatim edi. Shu xayol bilan uning bilan qo'shni o'tirdigan do'stim Zulxumarga telefon qildim. Ayam bo'ldiki, meni juyvatgani uning ayoli ekan. Ayoli uning telefonini doim tekshirib, telefon nomerlarini surishtirib, undidorni aqtirib, baklatching boshqaramish. Shunga umu o'riq tuqqanlardan boshqa yot qizlarni, ayollarni undidoriga zodila qo'shmaydi ekan. Buni u texi hilala Zulxumar bilan ishkaldida uchrashib qilib, menga yetkazib qo'yishini, ichivatgan mahsulotlarning oxirlashib qolganligini, shundaqdimi hozircha nahiyaga borolmaydiganligini, mumkin bo'lsa Zulxumarning akilib berishini so'rabdi. Hayronligimni yo'shirolmay Zulxumarga: "Charchamaganmidi? Undaq kirishib elib. Onchilik ishonch bo'lmagan uyda qandaqmi bir tinchlik, xotirjamlik, barakat bo'lsin. Voy shu o'ziga ishonchisi yo'q", dedi Zulxumar. Erigarcha oliy maktabda o'qimagan bo'lsa-mu, to'liq o'tir ma'lumotiga ega. Ko'p kitob o'qigan, bilimlik, safoliq er. U bo'lsa kallasi to'lima oddiy bir ayol. U eriga ziyoda amroq. Shunglashqimikin bakli kullaydi. O'zini deb boshqalardan voz kechgan odamga nisbatan ishonch albatta bo'lmaydi-da. Aman bir kuni boshqalar uchun menimi tashlab etamu deydigan g'am andisha butun fikr xiyolini egallab turg'ashqa, endi shundoq ziyoda ching tutish orqali uni yenida ep qolmoqchi bo'ladi. Jiyvatgan bo'lsa nim bo'pti? Baribir u men uchun uncha muhim odam emas-ku axir. Yana sog'lomlik mahsuloti lozim bo'lsa, boshqalar orqali setib olsam bo'ladi. Haras, do'koning tayyor bo'ldimi adash? Qachon ichilish murosimiga boramiz? Dedi Zulxumar xo'shlashish oldida. Bezlashib bitdi. Mallarmi kep bo'ldi. Azroq rasmiyat ishlari qoldi. Shuni bejirvassam, bir haftaga qolmayla tayyor bo'ladi. Ha, ichilish murosimiga bizni chaqirmay qolmajimi? Sana beradigan cho'ng sovg'am bor mening. Voy, shundaqmi? Rahmat adash. Sovg'a bermasangmi, tunji bo'lib chaqirdigan odamimsan. Uzoqdan buyon meni qo'llab quvvatlab turganingga meningmi sana beradigan sovg'am bor. Voy jinim, sovg'ani qo'y. Meni yaxshi yetaklasangla bo'ldi-ku. Nim dadam? Seni qanday yetaklayman? Qaysi ishda? Savollarni yog'dirib bu tuyuqsizlikdan gangirab. Men sana oliy darajalik vakolatchi bo'lay deyman-ku bu qitim. Voy, nim deydigansan? Burun ajab bu to'g'riliq gap qilib baqmagantin-ku. Ha, shu sana demagan bilan ko'nglimda o'ylab shiratdim degina.
Bo'libmi qudratdagi o'zgarishlar, uning salomatlik ahvolining kun sari yaxshilanishi ham boshqalarning bu mahsulotlarni ichib saqaygandagi rozimanlik hissiyotini ifodalab aytgan rahmatlari, xushalliqlarini ko'rib, zodi menmi bir qilib baqay deb qat'iy bir qarorga keldim-ku degana. Bo'ptimi ya? Voy bo'pti, bak yaxshi bo'pti. Qarshi olaman. Birlikda tirishimiz albatta. Amsi qolgan gaplarni o'g'illikka borganda deyishaylamsa, xo'sh umaqim. Zulxumarning bu gaplari meni qavatli xush qilib etgan edi. Garchi boshqa viloyat va nahiyalardan vakolatchilarim xeli ko'p bo'lsa-mu, yaqin sirdosh do'stim bo'lgan uningmi men bilan bu yo'lda birga mengishini to'limi orzu qilatdim. Burun daydab necha qitim ikkilanib deyammigan. Qo'shilsa-ku mayli, navoda qo'shilmay qolsa shu tufayli oramiz jiroqlashib, do'stligimizga ta'sir yetib qolarmi degandek andisha bilan tishirib bir narsa deyammigan edim. Mana bugun o'zila eg'iz echib qoldi. Buningdan yaxshi xabar, buningdanmi esil so'g'i bo'lamdi men uchun. Do'konni tozalab, mallarni bir boshdan ratlab tizg'ila turganda, Zulxumar larzon qadamlar bilan yenik dastlab do'konga kirib keldi. Voy, pah. Nima degan cho'ng, nima degan ozoda? Bezilishim shundoq o'zgacha bo'pti. Haqiqatan bir san'atkor ochgan do'konga o'xshabdi-ku bu. Dedi u, kirmayla hamma yerga takshi nazar selib piqirab. Ha, dakmi inchika planladim. Xeyli ko'p bosh qatirdim degina. Buningga shirkatmi bak ko'p yordamlarni qildi. Lohiyalash ham bezash ishlarida shirkat ham yetakchimning ko'proq ajri ketdi. Rassomlar bunda qishqa bakrak mahir bo'ladi ekan. Dedim menmo ta'xirlik bir tuyg'u bilan. Ha rost, yetakching rassomti ha rost. Shu laylapaga o'xshamamdi? Dedi u, do'konning o'ttirisiga qo'yilgan yumuliq ustalga kelib, ostag'ini o'ltirib. Shundoq yaxshi mengayotgan kiyim-kechak do'koningni o'tkazib yetib, turiblar bir sog'lomlik mahsulot setish xodimiga aylanib qolding desa, ayta, "Av rassom bilan boshqacha biror ishing yo'q-ku, ha?" dedi u, hayarlarcha ko'zni qisib ko'rib. "Voy, o'tab boraman. Nadagi bir yo'q gapni qildi ekansa, qirg'anda." "Voy, nada qirisan? Shundoq chiroyli turmamsan? Amdala 35 ga kirdim dehi. Hayotingning guldek fasli hozir. Asli eringdan ayrilib qolgan necha yil bo'lgandan keyin turmush ishingni qayta o'ylashdigan yergami kelib qolgan yoshding adash. Voy bo'ldi qig'ina. Ballarimni sog' salomat qatorga qo'shib olsamli bo'ldi. Boshqa ishlarni o'ylashqim yo'q mening. Ha, tunji muhabbatda zarba yeb, hamma erlar qudratdek bo'ladi deb qo'rqib ketgan o'xshamamsa? Nima? Sen bu ishni nerdan o'qding? Texima hayron bo'ldim. Zulxumar bilan orlashayotgani xeyli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, uningga bu ishlarimni demagan edim. Degidak yer yo'q deb o'ylagan bo'lishim yoki allaqachon o'tmishga aylangan u ishlarni qaytadan tilga olg'im kelmagan bo'lishim mumkin. Lekin u bularni nerdan bildi? Qudrat, sana bir nima dedimi? Dedim men Zulxumarga tikilib turib ochiq bilan. Ha-a. Voy, nima chakchiysan odamga? Men bilsam bo'lmaydigan o'tmishmidi u? Undaqo emas. Lekin nima? Bo'ldilar. Ha, o tunugun bizning ablikim bilan ko'rishgala chiqibdi ekan. Gap orlig'ida mening sana vakolatchi bo'lmoqchi bo'lganim deyilib qoldi degina. Shuning bilan bu gap teshildi. Ha? Ojo, ko'p pushaymon qilibdi. Nimaga? Seningdan voz kechganiga. Nima deb amdi? Avval men bir piyola choy bera adash. Gelim qurib ketdi desa. Voy abla, unutqaqligimni. Peshonamga paqqada birni qo'yib, o'rnimdan dikkida turib, texi hilala damlab qo'yilgan amroq chiyimdan kristal istakonga liqqida qo'yib, uningga sundim. O chayni aldirmay, huzur bilan bir simirib, andin asta ustalga qo'ydi. Uning og'zidan qandoq gaplarning chiqadiganligiga qiziqqan men uningga qarab jimmida o'ltiraverdim. Ajab ish. O bu to'g'riliq menga zinhor tanib boqmagan edi.
men uning bilan yuztirani ko'rishgandimi, bundaqroq bir ifodani bayqamagandim. Endi qo'pib, u bu gaplarni Zulxumarga deb qapti-ku. Ocho, sening butun ahvolingdan xabardorkan, dedi Zulxumar. U nemishqidir shu tapda munglanib qolgan edi. Bo'libmi bu qitim ayoli so'qishib, seni o'ndidardimi jivatgandan keyin texmi pushaymon qipti. Bilamsiz Zulxumar, dedi Qudrat chunqur o'ktatib. Xuddi uzun yil kasal tatgan odamdek uni qayta ko'rib, uzundan buyon men izlayotgan narsaning nimaligini his qilgandek bo'ldi. U dal Guljamal ekan. U mening yoshlikda o'zimning yuttirib qo'ygan baxtimkan. Men ayolim bilan to'y qilgandan keyinmi ko'l bo'yida turib, ussayotgan musofir kishidek tushunib bo'lmas bir chanqoqliq ichida echirqab yurdim. Gunohsiz bir qizni zar yig'latib turib to'y qilgan ayolim bilan zodila iqimiz kelishmadi. Kelishmagancha men uydan topolmagan xushalliqni, sevgi muhabbatni sirtdan izlashga boshladim. Ammo hech qaysi ma'naviy tashnoliqimni qondirolmadi. Men istagan narsani berolmadi. Aslida Guljamalni tanlab, bak to'g'ri qilgan edim. Uydagilarni qo'shilgan. Keyin turibla, menda Guljamal bilan to'y qilsam, turmushimda, iqtisodiy ahvolimda o'zgarish bo'lmaydigandek, pul topolmay, bir umr nomrodlik ichida o'tadigandek his qilib qoldim. Siz bilmasligingiz mumkin. Biz 9 bola. Apam ishsiz. Yolg'iz dadamning maoshiga tayinib, 9 bolaning turmushini qamdab, ularni oliy maktabda o'qitish osonmi? O'qishim bak yaxshi edi. Adabiyot kasbida o'qib, o'qituvchi ham dongliq yozuvchi bo'lish mening orzuyim edi. Lekin uydagi ishga akamni o'qitish uchun oilamiz bak qiyinchilikda qoldi. Buni ko'rib turib, ularni qiynaverishga yigitlik g'ururim yo'l qo'ymadi. Amalsiz to'liq o'tirdirli chekindim. İmtihonga bermadim. İmtihon bersamni o'tib ketishim aniq. Lekin chaqiriq qog'ozni topshirib olgandan keyin texmi azob tortishimdi. Uydagilarni ilojsiz ahvolga tushirib qo'yishimdan ansirab, imtihon bermaslikni tanladim. Guljamal bilan tanishganda allaqachon 27 yoshga kirib qolgan edim. Ukollarimni o'qitib, pul tepib, to'y qilish yeshiga yetguncha oz bo'lmagan jafolarni tatdim. Elimi hunar o'rganib qo'yibdi ekanman. Shu hunar bilan xeyli pulni topdim. Uydagilarga jafo solmay, o'zim uyimni setib oldim. Shu jarayonda bir necha qiz bilan muhabbatlashgan bo'lsam-mu, birsining bir yeri yaramay, yana birsiga men yoqmay degandek to'ymi kechikib ketgan edi. Guljamalni uchratib, go'har tepib olgandek xo'sh bo'lib ketgan edim. U hammali jihatdan naq men degan shartlarga tushyapti. Shu uni jon deb qo'g'lashdim. Garchi uningdan 7 yosh cho'ng bo'lsam-mu, bir mazgillik tirishchanligimning natijasida u menga ko'ngil bergan edi. Biroq hammasi mening mol dunyoni ziyoda cho'ng bo'lib ketganimdan bo'ldi. Uning oilasining sharoitiga mayli. Lekin kelgusi haqida uni gapga solsam, uning aslida teni ojiz bo'lgach, jismoniy emgak qilolmaydi ekan. Oshxona olsa qila olamsiz deb so'rsam, yo'q deydi. Yo yer terib pul tepish, yoki oshxona ichish qo'lidan kelmaydi ekan. Yoki mening hunarimga ozroqmi qiziqmaydi ekan. Ko'zimga u ishxona ishlaridan boshqaga yaramaydigan ojiz bir qiz bo'lib ko'rindi. Men bundaq parnik to'sgan maysadak, mazuk, ojiz bir qiz bilan to'y qilib, bu turmushni qandoqmi o'zim o'ylagandek boy-boy yashab, paravan qilib davom etib ketaman. Ko'ngil degan birdamlik. Lekin turmush sal qarsa bo'lmaydigan real masala. Shunga bu ishda hissiyotga emas, aqlga toyinib bir ish qilish kerakmi qandoq? Mushundaq o'ylab, ishkilinib yurganimda og'rib yetib qoldim.
ayol qarindoshlarim xizmatda. Apam yashinib qolgan, ham kasalcha. Bu ahvolda menga qaraydigan odam yo'q. Yolg'iz, qaranchiqsiz yotganimda, yandagi oshxona xo'jayinining qizi ahvolimdan xabar tepib, uydagilarning nima deb qilishi bilan kori yo'q qoldi. 3 vaqt tamoqimni to'shib, bir oy baqdi. Uyga yenib chiqqandan keyinmi tashlamay, holimdan xabar ib turdi. Bu jarayonda bizga issiq o'tishib qoldi. Men shu chaqdala nemining muhimligini bakrak tonib yetgandek bo'ldim. Mushundaq ig'ir kunlarda qarsinimi ko'rsatmagan Guljamaldan bakli nafratlandim. Ham onunga ozroqmi bishorat bermay, xo'shmi demay, hozirgi ayolim bilan to'y qilib oldim. To'y qilib baxtlik bo'lsam nima dey? To'ydan keyinla ayolim homildor bo'ldi. To'xti. Burunqa qas-qas dastlab yuradigan jonliqligidan, ishchanligidan asarmi qolmadi? Xo'sh, tusi etido tamoqni. Bo'lmasa bola bilan birga uxlagan. Bola azroq cho'ng bo'lganda oshxona ochayli desam, men seni boqido deb takkan. Oshxona ichib, meni ishiltib o'ltiray damsan. Dadamlarning oshxonasida ma'dakardek ishlab jiq to'yganman. Ochay desang o'zing och. Mening korim yo'q. Deb gapimni zodil ilikkamadi. Qancha tushundirgan siri shuncha ta'tirlik qilib, ochiq tusi 2-3 kun qozonma qaynamaydi uyda. Ashundaq yashab, mana mushu kunlarga kelganda bu kasalni tepib oldim. Ya uyda ko'nglim suv ichmaydi, yoki salomatligim yaxshi emas. Xato bosgan bir qadam meni bir umr qiynadi. Guljamalning ahvolidan xabardor bo'lib turdim. Uning to'y qilib baxtlik bo'lganligini, ikki o'g'illik bo'lganligini, erining uni ajoyib yaxshi ko'radiganligini, ziyoda e'tiborlaydiganligini anglab turdim. Keyin yana yo'ldoshining kasallik bilan qazo qilganligini, kasal davolatish jarayonida bobisotidan ayrilgan uning yo'ldoshidan keyin qolgandimi tamtirmay o'rnidan dasturib do'kon ichib kun sari taraqqiy qilganligini bilib turdim. Men burun o'ylagandek ojiz, mishchan qiz emaskan. Aksincha, vujudida yoshirinib turgan g'oyiviy kuch va jasorat uni hozirgidek har jihatdan tangli yetilgan. Go'zal, latofatlik, tijorat tili emas, farzand tarbiyasidami natija qozongan qobil bir ayolga, qaysar bir onaga aylantiribdi. Yanama qoyilligimni qo'zg'og'ini shuki, uning adabiy ijodiyatda mendan eshib tushkuni bo'ldi. Agar men shu chaqda xatolashmagan bo'lsam, ikkimiz bu sabda tang ilgirlab, tang chaqnar ekanmiz. Hayot menga bergan esil so'g'ini men o'z qo'lim bilan yiroqlarga cho'rib atgan ekanman. Muhabbat gulistonimda barq urib, po'raklab echilgan bir gulni nahbab ayollarim bilan dassab chaylab atgan ekanman. Amdi nimali desam kechikdim. Agar hayotni qaytadan boshlag'ini bo'lsa, Zulxumarning gaplarini anglab o'ylanib qoldim. Agar hayotni qaytadan boshlag'ili bo'lsa, men hargizmi uni suyib qolmagan bo'lardim. Men hargizmi undaq ujmi ko'ngil, va'dasiga vafo qilmaydigan, pulparast bir shoirni suyib qolmas edim. Hargizmi. Balkim hayotning qimmati mushiyada bo'lsa kerak. Do'konning ichilish murosimiga kelgan mehmonlarning ko'pligida Qudratning kelganini ko'rmabdiman. Tabriklab gul va har xil sovg'atlarni ko'tirib kelganlar. Maslahatimni naq maydonda o'z qo'li bilan tutib tanlab setib olish uchun kelgan kona yangi xaridorlarim, yangidan vakolatchi bo'lmoqchi bo'lgan, darajasini o'stirmoqchi bo'lgan vakolatchilarim bilan aldirash bo'lib, uning qachon kelganligini, qancha uzun turganligini bayqamabdiman. Faqat bir vaqtda Zulxumarning meni yenib noqib bir dasta gulni qo'limga tutqizib, sharatlab sirtni ko'stib, Qudrat degandala
diqqatimni u ko'rsatgan tarafga bordim. U do'konning o'yul sog'lomlik mahsulotlari tarmoq do'koni deb nasihat nusxasida husni xatlab yozilgan yo'g'on hayvat viviskasiga, ondan do'kon ichida bir to'p kishilarning o'ttirsida turgan menga bir pas tikilib qarab turayotgandan keyin asta qadamlar bilan yurib ketdi. U ketgan tarafdan nazarimni og'dirib, qo'limdagi bir dasta cho'g'liq guliga qaradim. Har bir tal bargidan julalab turgan qizilliq go'yo uning pushaymon yoshlari tomchilayotgan qizil yurikidek yenik titrab turadi.